Qaranglar. GPS ulandi. Zonasi ko'rsatsalar qarab turinglar. GPS ulandi, signaturni rejimda. 9700S Black bu ovozi past deydi ko'pchilik. Haqiqatan ovozi past ekan bolalar. 60. Xo'p, bazadan lochi 60 deyapti. Qaranglar, bazadan lochini ekrandan yozib turibdi lochin deb. Ko'rasizlarmi? Deteksiyani ko'ramiz endi. Ha, nima der ekan deteksiyada? Deteksiyani ko'ramiz nima der ekan? Qaranglar. Lochin. 175 mi metrdan lochin dedi, qaranglar. Endi qaranglar. Lochin deyapti, qaranglar. Lana chiqyapti. Hozir GPS olib tashlaymiz. Qani nima der ekan? GPS olib tashlaymiz hozir. Bazadan GPS deyapti. Bazadan lochin deyapti. Kechirasizlar. GPS bo'yicha Lana turibdi, ko'rasizlar? Ketdi bazasi. Sputnik deganim. Hozir o'chirib boqamiz, qaranglar. O'chirib boqamiz. Mana bu radar turibdi, mana. Bu radar Hikvision deydi, desaversizlar mana. Qora model ko'rasizlar, mana Hikvision deydi. Bu oddiy lochin emas-da bu. Hozir yondimi? Ana Hikvision. Nimaga Hikvision deyapti bu? Lochin demayapti endi. Yonib перезагрузкаdan keyin. Nimaga? GPS-dan bazadan lochin deyapti, deteksiya lochin beryapti-da yurib ketganingizda. O'chirib yoqsangiz, GPS olib tashladik, zagrushka bilan. Mana birodarlar Hikvision deyapti. Bu qanaqa bu sun'iy lochin deyaptimi bular shunda hozir? Marketing bu nima bu? Shu savolga javob beringlar. Videoga like bosib qo'yinglar, radar tez suzda shunaqa haqiqatlar chiqadi bolalar. Bu Hikvision radari bo'ladi, lochin emas bu bolalar.